Mashina olib kelib beraman deb pulni uxlatib yuboradiganlar rosa ko'payib ketgan. Nimaga aynan avtobazadan olish kerak? To'g'ri aytasiz. Bunaqa aldaydiganlar, mashkalar ko'payib ketgan. Lekin aksariyat hollarda men eshityapmanki, xitoylik partnyori aldab qo'yganligi sababli bu ham mashinalik bo'lishga majbur bo'lib qolyapti. Bu odatda xitoylik partnyori noto'g'ri tanlagandan kelib chiqyapti. Biz avtobaza jamoasi 5 yildan beri buyurtma asosida avtomobilni olib kelib sotayotgan bo'lsak, 3 yildan beri bitta kompaniya bilan ishlaymiz. To'g'ri. Boshlanish 2 yilda qoqilganmiz, siqilganmiz, tushganmiz ham. Mana Xudoga shukr 3 yildan beri bitta kompaniya bilan yaxshi mustahkam ishlab kelamiz. Bizning fishkamiz nima? Biz даже xitoylikni qaynona qaynotasi bilan eng qizig'i uchastkovoy nomerigacha bilamiz-da. Xudoga shukr hali muammo bo'lmadi. To'g'ri, mashinalar kechikishi mumkin 15 kun. Lekin eng glavniysi plyusga uxlamaysiz-da. Va yana bitta fishkamiz bor. O'sha xitoyligimizni oldida baraka topkur o'zbek o'g'lonimiz ham xizmat ko'rsatadilar. Bizning ishonchimiz. Nimaga o'zi mashinalar kechikadi? Mashinalar kechikishi asosiy sababi bu yo'lda chegarada bilasiz, kelayotganda Qozog'iston chegarasidan o'tib keladi, Xitoy chegarasidan va o'zimizda ham Yallamada ham o'chir juda ham katta bo'lib ketadi. Mana hozirgi misolda aytadigan bo'lsam, ana kuni 12 kun chegarada yashapti treyler shofyori. Xitoydan elektromobil zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, qayerga murojaat qilish kerak? Profilda nomer bor, aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa, xalq uchun xizmatdamiz.